عالمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيب. Taqdirga iymon keltirish. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Umar radhiyallohu anhu shunday dedi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida o'tirgan edik. To'satdan kiyimlari oppoq, sochi timqora, aftidan musofirga o'xshamaydigan va bizga noma'lum bo'lgan bir kishi kirib keldi. Yurib kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga cho'kkalab o'tirdi. Ikki tizzasini u zotning tizzalariga jipslashtirdi va ikki kaftini sonlar ustiga qo'ydi va dedi: Ey Muhammad, menga islom haqida xabar bering. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Allohdan o'zga haq xudo yo'qligiga va Muhammad Allohning rasuli ekanligiga guvohlik bermog'ing. Namozni to'la barpo qilmog'ing. Zakotni ado etmog'ing. Ramazon oyi ro'zasini tutmog'ing. Yo'lga qodir bo'lsang Baytullohga haj ziyorat qilmog'ing. To'g'ri aytdingiz dedi. Uning so'zidan ajablandik. Avval so'radi, keyin esa to'g'ri aytdingiz deb tasdiqlab qo'ydi. Noma'lum kishi dedi: Menga iymon haqida xabar bering. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Allohga, uning farishtalariga, payg'ambarlarga va oxirat kuniga iymon keltirmog'ing hamda taqdirning yaxshi-yu yomoniga iymon keltirmog'ing. To'g'ri aytdingiz dedi. Menga ihson haqida xabar bering dedi. Allohga uni ko'rib turganingdek, agar sen uni ko'rmayotgan bo'lsang, u seni ko'rib turganidek ibodat qilmog'ing dedilar. Menga qiyomat xabarini bering dedi. Qiyomat haqida so'ralayotgan kishi so'rovchidan biluvchiroq emas dedilar. Ya'ni buni men ham, sen ham bilmaymiz. Unday bo'lsa, uning alomatlaridan xabar bering dedi. Cho'ri o'z hojasini tug'moqligi, yalang oyoq kambag'al qo'yjuvonlarning bir-biridan baland, go'zal uylarni qurishda bahslashayotganlarni ko'rmog'ing dedilar. Umar aytadi: Noma'lum kishi ketdi. Biz esa biroz tin olib o'tirdik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Ey Umar, bu so'roqlab kelgan kim bilasizmi deb so'radilar. Alloh va Rasuli biluvchiroq dedim. Bu Jabroil. Sizlarga diningizni ishlarini o'rgatish uchun keldi dedilar. Imom Muslim Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu modan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Alloh taolo haloyiqning taqdirini osmonlar va yerni yaratishdan 50 ming yil avval yozib qo'ydi. O'shanda Allohning arshi suv ustida edi dedilar. Iymon ustunlaridan biri taqdirning yaxshi va yomoniga iymon keltirishdir. Inson o'ziga yetayotgan zarar yoki foyda Alloh taqdir qilgani uchun yetayotgani va yetmay qolgan yaxshilik yoki yomonlik Alloh azalda yozib qo'ygani uchun yetmaganiga to'liq iymon keltirmagunicha komil mu'min bo'la olmaydi. Chunki Alloh taolo hamma bo'ladigan ishlarni azaldan bilgan va lavhul mahfuzga yozgan. Vaqti kelganda uning bo'lishini iroda qilgan.